biror bir barg yerga uzilib tushmas, Alloh taolo uni bilib turadi va yomg'irni yog'diradi. Yomg'ir qachon yog'ishligi va bachadondagi homilalarni ugina biladi. O'g'ilmi, qizmi, bormi, yo'qmi, faqatgina Alloh taologina biladi. Endi aytuvchi aytsa agar, bunda bizda hozir ob-havo ma'lumotlaricha deydi. Uzi bilan bachadondagi, ya'ni homilalarni ko'radigan qoldi. Buni qanday tushunamiz desa, bunga tavhid ulamolari shunday javob beradiki, ammo musulmonlar hozirgi kunda biz shunday holatga qoldikki, Alloh taolo 150 martadan ko'p men bilib turaman, hamma narsani ihota qilib turaman, kuzatib turaman desa ham, biz undan hayo qilmay qo'ydik. Musulmon kishini gunohlardan tiyilishligiga va Robbisidan qo'rqishligiga asosiy sabab, asosiy undovchi omil shugina bo'ladiki, bu Robbisini barcha narsani bilib turishlik bo'yicha yagonaligini, Robbisini barcha narsani bilib, ihota qilib, o'z ilmi ila kuzatib turishligini bilib, undan hayo qilsagina banda tiyiladi. Allohning Al-Alim, bilguvchi degan ismini fiqh ma'nolari nimalarni anglatishligi to'g'risida inshaalloh suhbatlashamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الله تعالى fazli va marhamati bilan bugungi navbatdagi Alloh taoloning go'zal ismlari fiqhining navbatdagi Allohning Al-Alim, bilguvchi degan ismini fiqh ma'nolari nimalarni anglatishligi to'g'risida inshaalloh suhbatlashamiz. Muallif Alloh o'qishdan rozi bo'lsin aytadiki: وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 150 موضعا. Alloh taoloning Al-Alim degan ismi, bilguvchi degan ismi Qur'on Karimning 150 tadan oshiq yerida zikr qilinadi. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Rum surasining 54-oyatida Alloh taolo aytadiki, Alloh xohlaganini yaratadi va u bilguvchi va hamma narsaga qodir bo'lgan zotdir. وقال تعالى: وكفى بالله عليما. Niso surasining 70-oyatida Allohning bilganligiga kifoya qilur dedi. وقال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. Yasin surasining 38-oyatida Alloh taolo aytadiki, ana o'shadir bilguvchi va aziz bo'lgan Alloh taoloning taqdiri. وقال تعالى: إن الله سميع عليم. Baqara surasining 181-oyatida Alloh taolo aytadiki, albatta Alloh eshituvchidir, bilguvchidir. أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان. Alloh taoloning biladi, Alloh taoloning bilguvchi degan ismi shuni anglatadiki, Alloh taolo zohiriy bo'lsin, botiniy bo'lsin, barcha narsalarni ihota qilib turadi. Tashqarida ko'rinayotgan narsalar u, odamning ichkarida yashayotgan narsalari yo'q, sir asrorlar, tillarda nimalar deyilyapti, dillarda nimalar deyilyapti, kimlar qiynalyapti, kimlar ozor chekyapti, kimlar aldayapti, kimlar rost gapiryapti, hamma narsani Alloh taolo bilguvchidir degan narsadir. Hamma narsani Alloh taolo o'z ilmi ila ihota qilib turadi. Va bil alamil alawi va sufli va bil madi val hodir val mustaqbal. Va yana Alloh taolo osmondagi olamni va yer ostidagi olamlarni va yana o'tgan zamon va kelasi zamon va hozirgi zamonda bo'layotgan barcha narsalarni o'z ilmi ila ihota qilib turishligini anglatadi. Fala yakhfa alayhi shay'un min al-ashya. Biror narsalardan birortasi Alloh taolodan yashirina olmas. Alima ma kana va ma sayakun. Alloh taolo nima bo'lganligini bunga davr va bundan keyin ham nimalar bo'lishligini Alloh taolo hammasini bilgandir. Va ma lam yakun law kana kayfa yakun. Va yana kelajakda bo'lmaydigan narsalar va yana o'tgan zamonda bo'lmaydigan narsalar, agarda ular qanday bo'lgan, agarda ular bo'ladigan taqdirda ham qanday bo'lishligini Alloh taolo bilardi. Ahli sunna val jamoat e'tiqodi mana shu yerda ajratiladi. Ya'ni Alloh taolo xohlagani bo'ldi.
va xohlamagani bo'lmadi. Alloh taolo bo'lgan narsani hammasini biladi va mustaqbalda, kelajakda nimalar bo'lishligini biladi va kelajakda bo'lmaydigan narsalar, agarda ana shu narsalar bo'lsa ham Alloh taolo uni qanday bo'lishligini bilardi. Shuning uchun Alloh taolo o'z ilmi va hikmati ila ba'zi kofirlarni oldindan bashorat berib qo'ygan va uni bilardiki, unga hidoyat ne'mati berilsa agar, ya'ni garchi ular kelajakda hidoyat topganlarida ham u hidoyatni qadriga yetmasdan qadrlamasdilar va qabul qilmasdilar, baribir yana kufr keltirib kofir bo'lib ketishardilar. Alloh taolo bo'lmaydigan narsani agarda qanday kelajakda bo'lganda qanday bo'lishligini ham Alloh taolo biladi. Alloh taolo barcha narsani bilguvchi zotdir. Ahata bi kulli shay'in ilma. Alloh taolo o'z ilmi ila barcha narsani ihota qilib turadi. Va ahsa kulli shay'in adada. Va Alloh taolo har bir narsani adadini va sonini bilib turadi. Okeandagi, dengizdagi tonna suvlarning grammlarini, tonnalarini grammiga to'g'ri Alloh taolo biladi. Alloh taolo osmondagi barcha mavjudotlarni sonlarini biladi. Va yana maloikalarni sonlarini biladi. Yomg'irlar tomchilarini adadini, sonlarini biladi. Va yana Alloh taolo barcha narsani biladiki, وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع عن علم الله عز وجل. Qur'on Karimda Alloh taoloning ilmini bayoni juda ham ulkan holatda, juda ham keng holatda keltirilgan. Va annahu wasi'a kull shay'in. Va albatta Alloh subhanahu va taoloning ilmi har bir narsani qamrab olgandir. Hamma narsani Alloh taoloning ilmi qamrab o'tiradi. Wa annahu subhanahu va ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma. فذكر سبحانه سعة علمه في آيات قال تعالى وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. An'am surasining 80-oyatida o'z payg'ambarining so'zlarini Alloh taolo aytadiki, mening Robbimning ilmi hamma narsani qamrab olgandir. Afala tatadakkarun, sizlar eslatma olmaysizlarmi deb turib, nabiy o'z qavmiga aytganini Alloh taolo Qur'onda zikr qiladi. Va qala ta'ala robbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan va ilma. Va yana Alloh taolo Qur'onda aytadiki, o'z maloikalarini so'zlarini, Robbilariga hamd aytayotgan maloikalarini, Robbilarini maqtayotgan maloikalarini so'zlarini Alloh taolo aytadiki, ey Robbimiz, sen barcha narsani o'z rahmating va ilming ila qamrab olgansan. G'ofir surasi 7-oyat. Qala ta'ala innama ilahukumullohu allazi la ilaha illa hu wasi'a kull shay'in ilma. Albatta sizlarning undan o'zga haq iloh yo'q bo'lgan yakka ilohinglar u Allohdir. Va u barcha narsani o'z ilmi ila ihota qilib turadi. Va u barcha narsani o'z ilmi ila qamrab olgandir. Toha surasi 97-oyat, 98-oyat. Va zakara subhanahu va ta'ala ihatatu ilmihi bi kulli shay'in qala ta'ala inna Alloha bima ya'maluna muhit. Alloh taolo kofirlarning ham nimalar qilib turishlarini bilganligini oyatda o'zini aytadiki, albatta Alloh ular qilayotgan narsalarni hammasini bilib turadi. Albatta Alloh taolo hamma narsani ko'rib turadi. Kofirlar nimalar qilyapti, nimalar tayyorlayapti hali musulmonlarning qarshisiga. Kofirlar hali nima hiylalar, naydanglar o'ylab topishyapti. Barcha narsani Alloh taolo kofirlarni nima qilayotganliklarini hozir ham va bundan oldin ham nima qilganlarini va bundan keyin ham nimalar qilishligini oldindan Alloh taolo bilib turadi. Musulmonlar ba'zida o'zlari qo'rqitib oladiki, kofirlar bizdan bir qadam oldinda yuradi doimo. Biz nima qilishimizni bir qadam oldinda yurib kuzatib bilib turishadilar deyshadi. Va mana bu Alloh taologa bo'lgan ishonchni nuqsonligidandir. Musulmon kishi bilish kerakki, uni Robbisi barcha narsadan ko'ra bilguvchiroqdir. Musulmon kishi narsani bilish kerakki, yer yuzidagi eng bilguvchi inson bo'lsa ham, maxluq bo'lsa ham, lekin Alloh taolo undan ham ko'proq bilguvchiroqdir. Musulmon kishi bilish kerakki, iymon keltirish kerakki va ishonish kerakki, uni Robbisi barcha narsadan ko'ra ko'prog'ini biladi va hamma narsani bilib turadi. Alloh taolo aytadiki, inna robbi bima ta'maluna muhit. Hud surasining 92-oyatida albatta mening Robbim sizlar qilayotgan narsani ihota qilib turadi, bilib turadi. Va qala ta'ala va kana Allohu bima ya'maluna muhita. Niso surasining 108-oyatida Alloh taolo aytadiki, va ular qilayotgan narsalarni Alloh taolo bilib turar edi. Va qala ta'ala va kana Allohu bi kulli shay'in muhita. Va yana Niso surasining 162-oyatida Alloh taolo ularning qilayotgan narsalarini barchasini ihota qilib turar edi.
وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسرائر والمعلنات والغيب والشهادة. مؤلف الله razı bo'lsin aytadiki, Alloh subhanahu va taolo endi ba'zi oyatlarda aytadiki, Alloh subhanahu va taolo oshkor qilinayotgan va yashirincha sirli ravishda qilinayotgan narsalarni ham bilib turishligini Alloh taolo o'z oyatlarida aytadi. Qala ta'ala Robbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allohi min shay' وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. İbrahim surasining 38-oyatida ey Robbimiz, albatta sen biz oshkora qilayotgan narsalarimizni ham va yashirayotgan narsalarimizni ham bilib turasan. Va sendan yer va osmonlarda biror narsa yashirina olmas. Va qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. G'ofir surasining 19-oyatida Alloh taolo aytadiki, u Alloh xiyonatchi ko'zlarni bilib turadi, biladi. Va ma tukhfi as-sudur, va qalblarda berkitilib turilgan narsalarni va qalblar yashirayotgan narsalarni ham bilib turadi. Odamning qalbida nima bor va ko'zi xiyonat qilayotgan paytda Alloh taolo uni ko'rib turishligini aytayapti. Va qala ta'ala va laqad khalaqnal insana va na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Qof surasining 16-oyatida Alloh taolo aytadiki, va tahqiq biz insonni yaratdik va biz bilamizki uni nafsi insonni nimalarni vasvasa qilishligini bilamiz. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Va biz u insonga jon tomiridan ham ko'ra yaqinroqmiz deyapti. Ya'ni bilib ko'rib turamiz u insonni deyapti. Va qala ta'ala wa'lamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Baqara surasining 235-oyatida Alloh taolo aytadiki, bilinglar ey insonlar, bilinglar, albatta Alloh sizlarni qalbinglardagi narsani biladi. Fahdaruhu, endi Allohdan ehtiyot bo'linglar. Demak, musulmon kishi yashirish kerak bo'lsa, qo'rqish kerak bo'lsa, musulmon kishi ayblardan tiyilish kerak bo'lsa, yolg'onlardan tiyilish kerak bo'lsa, fahsh ishlardan tiyilish kerak bo'lsa, qo'rqish kerak bo'lsa, kimdan qo'rqish kerak ekan? Fahdaruhu, undan ehtiyot bo'linglar deyapti Alloh taolo o'zini. Mendan ehtiyot bo'linglar deyapti. Alloh sizlarni qalbinglardagi narsani bilib turadi deyapti. Demak, musulmon agarda u chinakam mu'min bo'ladigan bo'lsa, mu'min degani Allohga ishongan va iymon keltirgan va bilib turishligiga ishongan odamni mu'min deydi. Agarda mu'min kishi chinakam mu'min bo'ladigan bo'lsa, u Robbisi uni ko'rib turganini, bilib turishligini biladida va undangina hayo qiladi va undangina uyatadi. Bunga faqatgina mu'mingina ishonadi va bunga faqatgina munofiqgina ishonmaydi. Allohu ya'lamu ma tusirruna va ma tu'linun. Nahl surasining 19-oyatida Alloh taolay aytadiki, sizlar sirli ravishda qilayotgan narsalaringizni ham va i'lon oshkora ravishda qilayotgan amallaringizni ham Alloh taolo biladi. Va zakara subhanahu va ta'ala ixtisasuhu bi mafatihil g'aybi fala ya'lamuha illa hu. Va Alloh taoloning alim, bilguvchi sifatlaridan shu narsa tushuniladiki, Alloh subhanahu va taolo mana shunga asosan g'ayb ilmini faqatgina u Allohgina bilishligini o'z Qur'onida zikr qiladi. Alloh taolo aytadiki, va indahu mafatihul g'aybi la ya'lamuha illa hu va ya'lamu ma fil barri wal bahr va ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Va uninggina huzuridadir, Allohninggina huzuridadir g'aybning kalitlari. Va magar ugina biladi, undan o'zga hech kim bilmas. Va ya'lamu ma fil barri wal bahr. Quruqlikda yo dengizlikda bo'layotgan narsalarni, nimalar borligini, nimalar bo'lishligini u biladi, ugina biladi. Va yana biror bir daraxt bargi tushmasdir yerga va u Alloh taoloni bilib turadi. Biror bir barg yerga uzilib tushmas, Alloh taoloni bilib turadi. Magar Alloh taolo uni bilib ko'rib turadi. Alloh taolo mana bu An'am surasida 59-oyatida g'aybning kalitlari turib atadi va bu kalitlar g'aybning kalitlari 5 tadir va buni Allohgina biladi turib An'am surasida aytdi. Va buning tafsiri va mana bu 5 ta g'ayb kaliti nima ekanligi endi Luqman surasining oxirgi oyatlarida keladi. Alloh taolo aytadiki, innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul ghaytha va ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun madha taksibu ghadan
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Va albatta Alloh taoloning uningina huzuridadir qiyomat kunining ilmi. Bu birinchi g'ayb. Alloh taolo An'am surasida g'ayb kalitlarini o'gina biladi dedi. Birinchi g'ayb kaliti bu qiyomat kunini qachon bo'lishi. Yas'alukan-nasu 'anis-sa'a. Qul innama 'ilmuha 'indalloh. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan qiyomat kuni haqida qachon bo'lishligi haqida so'rashadi. Ayting, qul innama 'ilmuha 'indalloh. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, uning ilmi Allohninggina huzuridadir ayting. Va yana Alloh taolo aytadiki, innalloha 'indahu 'ilmus-sa'a. Luqmon surasining mana bu oyat aytadiki, albatta Alloh taoloningginadir huzuridadir. Alloh taoloning huzuridaginadir g'aybning ilmi, qachon bo'lishligi, qachon qiyomat bo'lishligi Allohgina biladi buni. Bu birinchi g'ayb kaliti. Va yunazzilul g'ayth, va yomg'irni yog'diradi. Yomg'irni yog'diradi. Yomg'ir qachon yog'ishligi, madad qachon kelishligi faqatgina Alloh taolo biladi. Faqatgina Alloh taologina biladi. Bu ikkinchi g'ayb. Va yana va ya'lamu ma fil arham, va bachadondagilarni, homilalarni o'gina biladi. O'g'ilmi, qizmi, bormi, yo'qmi, faqatgina Alloh taologina biladi. Va ma tadri nafsun ma taksibu g'ada. Biror bir jon ertaga nima qilishligini bilmas. Kelajakni ham faqatgina Alloh biladi. Va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Va yana biror bir jon bilmas. Beshinchisi, qayerda u jon berishligini faqatgina o'gina biladi. Mana shu 5 ta g'ayb ilmini, g'ayb kalitini Allohgina biladi deb An'am surasida aytdi va buni tafsirini Luqmon surasiga qilgan Alloh taolo. Innalloha alimun xabir. Va albatta Alloh bilguvchidir va barcha narsalardan xabardordir deyapti. Xo'p, bu yerda Alloh taolo aytadiki, yomg'ir yog'dirishni o'gina biladi deyapti. Yomg'ir qachon yog'ishligini o'gina biladi deyapti. Endi aytuvchi aytsa agar, unda bizda hozir ob-havo ma'lumotlari-chi deydi. To'g'rimi? Va yana unda bizda hozir shunday rivojlanib ketganki, birozgina rivojlanib ketganki, unchalik emas. Birozgina rivojlanib ketganki, hozir uzi bilan bachadondagi, ya'ni homilalarni ko'radigan qoldi. Buni qanday tushunamiz desa, bunga tavhid ulamolari shunday javob beradiki, albatta bilishlik mutlaq bilishlik bo'ladi, mutlaq g'ayb bo'ladi va nisbiy g'ayb bo'ladi. Misol, mana bu stolni tagidagi bor narsani hozir men ko'rib turaman, sizlar uchun bu g'aybdir. Va men uchun bu g'ayb emas. Sizlarga nisbatan bu g'aybdir. Ammo menga nisbatan bu oshkoradir. G'ayb shunday bo'ladi. Va shunday g'ayb borki, u mutlaq g'ayb. Qiyomat ilmi, kim jahannami bo'ladi, kim jannati bo'ladi, bular mutlaq bo'lgan g'ayblar. Buni faqat kim biladi? Alloh biladi. Demak, g'ayb ikkiga bo'linadi. Nisbiy g'ayb bo'ladi, uni ba'zilar bilib, ba'zilar bilmaydi. Go'yo meni kissamdagi narsani nima ekanligini men bilaman, sizlarga bu g'ayb bo'lgan kabi. Xuddi shuningdek, ob-havo ma'lumotlari ham balandroq joyga bir uskuna chiqadi-da, bulutlar, shamollar qaysi tomondan kelayotganini ko'rib turib bizga xabar berib qo'yadi, bo'ldi. Bu u uskuna uchun nisbatan g'ayb emas, oshkora. Biz uchun bu g'ayb bo'lib turaveradi, nisbiy. Va buni agarda taxminini qiladigan bo'lsa, ertaga yomg'ir yog'ilishi kutilyapti deyishlik bu joiz. Kutilyapti deyishlik, lekin yog'adi deyishlik bu shirk bo'ladi. Chunki va yunazzilul g'ayth, va ugina yomg'irni yog'diradi. Ya'ni ugina biladi qachon, qayerga yomg'ir yog'ishligini. Allohgina yog'diradi yomg'irni. Biz faqat ehtimol qilishimiz mumkin. Xuddi shunga o'xshab odamda homilasini ko'rishlik uskunalari ham shunga o'xshash bo'ladi. Ammo qiyomat ilmi, mutlaqo bo'lgan g'ayb ilmi bu faqatgina Alloh taologaginadir. Buni ilmi Alloh taoloning huzuridadir bu ilm. Va yana Alloh taoloning bilguvchi degan ismi shu narsani samaraga kelgizib chiqadiki insonda. Agarda bu ismga inson, musulmon banda iymon keltiradigan bo'lsa, ishonadigan bo'lsa, mana shu Alloh taoloning biladi degan ismi u inson uchun katta qo'rqituvchi narsa va katta uyaltiruvchi narsa va juda ham ulkan gunohlardan tiyishlikka sababchi bo'luvchi, uyattiruvchi narsa bo'lib hisoblanadi. Misol uchun agarda hozir biz aytadigan bo'lsak, mana bu masjidimizga bugun eng katta dunyodagi eng katta qattiq qo'l shaxs keladida, kimki hozir boshida do'ppisi yo'q bo'lsa, uni hammasini kallasini oladi desa va buni xabari bizga 1 soat oldin berilsa, u ana shu shaxs kelgunicha biz hammamiz do'ppili o'tiramiz yerda. Ana shu shaxsni ilmini, ya'ni bilishligini
ko'rib turib, bilib turib, agar do'ppiz yo'qligini bilib qolishini bilsangiz, siz undan qo'rqqan holatda kallangiz ketmasligi uchun hammangiz shundayiz do'ppiz olib kelasiz. Valillahil masalul a'la. Va Alloh taologa oliy misoldir. Agarda mana bu misol keltirishga joiz bo'lsa. Ammo Alloh taolo Qur'onda 150 tadan oshiq joyida hamma narsani Alloh taolo bilib turadi deyapti. Sizni ko'rib turadi deyapti. Gunoh ish qilmang, fahsh qilmang, zinoga yaqinlashmang, ribo yemang deyapti. Ammo Alloh taoloning ko'rib turganligini siz eshitib turib ham bunga ishonmayapsiz-da. Lekin bitta maxluqni agarda mashina keladiganini eshitsangiz, undan qo'rqqaningizdan tiyilasiz. Ammo musulmonlar hozirgi kunda biz shunday holatga kelib qoldikki, Alloh taolo 150 martadan ko'p men bilib turaman, hamma narsani ihota qilib turaman, kuzatib turaman desa ham, biz undan hayo qilmay qo'ydikda. Musulmon kishini gunohlardan tiyilishligiga va Robbisidan qo'rqishligiga asosiy sabab, asosiy undovchi omil shugina bo'ladiki, bu Robbisini barcha narsani bilib turishlik bo'yicha yakkayu yagonaligini, Robbisini barcha narsani bilib, ihota qilib, o'z ilmi ila kuzatib turishligini bilib, undan hayo qilsagina banda tiyiladi. Undan uyatsagina ribo yemaydi. Undan qo'rqsagina, u ko'rib turishligini bilsagina zino qilmaydi. U ko'rib turishligini bilsagina zulm qilmaydi. Alloh taolo meni tevamda ko'rib turibdi degan sezim bo'lsagina u inson bandalarni aldamaydi. Chunki inson aldayotgan paytda birinchi o'rinda uni g'ururlantirgan, ya'ni aldaydigan narsa uni nafsidagi bular bilmaydi-yu deydi. Bular bilmaydi deydi. Ammo uni Robbisi biladi. Inson Robbisi alim ekanligini his qiladigan bo'lsa, undan hayo qiladi-da va yolg'on gapirmaydi. Inson Robbisi alim bilib turadi, ichidagi, qalbidagi narsani bilib turadi. Mana shu narsani his qilsagina u inson musulmon birodariga hasad qilmaydi. Musulmon birodariga hiqd, nafratlanmaydi. Musulmon birodarini ko'rolmay qolmaydi. Agarda uni Robbisi ko'rib turganligini his qilsagina, undan hayo qilsagina. Shuning uchun inson qachon taqvoli bo'lalayman desa, u Robbisi doim uni kuzatib turishligini o'ylab, sezib, iymon keltirib, undan hayo qilsagina tiyila oladi. Va bundan boshqa narsa yo'q. Insonni taqvoga olib boruvchi bundan boshqa narsa yo'q. Buni Robbisidan bo'lgan hayosigina uni qutqarib qoladi. Salaf solihinlar, sahobalardan keyingi yashaydigan tobiinlar aytgan ekanda, bizni hayotimizda, hozirgi kunimizda fitna rivojlanib ketdi, juda ham biz halok bo'lib ketdik degan ekan. Ana shu paytda musulmonlarning boshliqlari, musulmonlar bo'lgan, dunyoda musulmonlar boshqarayotgan paytlar bo'lgan. Ana shu holatda ular qo'rqqan ekan, holatlarni ko'rib turib. Shak shubha yo'qki, bizning holatimiz sahobalarning davri va tobiinlarning davri, ulardan keyingilar davridan ko'ra bizning kunimizda fitna ashaddiyroqdir. Va biz ko'proq Robbimizga nido qilishimiz kerakki, Robbimiz bizga rahmat qilgin, bizga rahm qilgin. Mana bu fitnalardan o'zing qutqargin turib biz ko'proq iltijo qilishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda miskin bo'lgan, bechora bo'lgan inson yashirib uyini ichiga kirib, 7 ta eshik ichiga kirib o'tirsa ham unga fitna cho'ntagidan chiqilyapti fitna. Cho'ntagidan jihozni oladi va unga butun dunyo eshiklari, fitna eshiklari ochiladi. Hozirgi kunda biz ko'proq muhtojmiz Alloh taolodan rahm qilishligini biz so'rashlikka. Bizni holatimizda, hozir bizning kunimizda holatimiz juda ham og'ir. Qancha insonlar mana shu Alloh taoloni alim bo'lgan ism va sifatiga ishonmasdan yoki beparvolik bo'lib, haqiqatga yetmasdan halok bo'lishdilar. Ular nafslariga g'ururlanib, aldanib, ular qancha insonlar halok bo'lyapti hozir ham. Qanchamiz hozir halok bo'lyapmiz. Alloh taoloni bilib turadi degan ism va sifatiga ishonmasdan yoki u sifatiga biz ahamiyat bermasdan qanchamiz hozir halok bo'lyapmiz. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Allohning zikri uchun endi qalblar qo'rqadigan payt bo'lmadimi? Bala, balki bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolodan bizga rahm qilishini ko'proq so'rashimiz kerak. Chunki u tobiinlar, ular zo'r davrlarda yashab o'tib ketishdi. Bizda hozir inson oxirgi qiyomatga yaqin hadislarda keladi. Musulmon kishi taqvo qilishligi yoki diniga amal qilishligi go'yo qo'lida cho'g'ni ushlab turgandaqa qiyin bo'lib qoladi. Ayni ana shu holatda biz hozir yashayapmiz. Shuning uchun banda Robbisiga yolvorish kerak. Robbim menga o'zing rahm qilgin. Mana bu fitnalardan meni o'zing himoya qilgin. Unga Robbisidan boshqa hech kim yordam bera olmaydi hozir. Shunday biz zaif holatga, bechora bu holatga qo'yganmiz biz. Shunday miskinlarmizki, hatto o'zimiz hozir fitnalardan qutqarib qola olmaymiz. Juda ham og'ir va qo'rqinchli
halok bo'ladigan holatga kelib qoldik. Iqtaraba linnasi hisabuhum va hum fi ghafla. Insonlarning hisoblari yaqinlashdi, qiyomat yaqinlashdi va ular esa g'aflatdadir. Ayni bizlar ana shular. Hada wallohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.